Savol. Assalomu alaykum ustoz. Agar islomga zid naqshi musiqa qo'shmagan, ayollarni chiqarmagan ahvol ostida kompyuter bilimlari va boshqa islomda cheklanmagan bilimlarni tarqatish orqali YouTube'da pul tepishning islomdagi hukmi nima? YouTube'da kanal ochgandan keyin YouTube shirkati bizdan e'lon chiqish iqtidorini etish taklifini berdi. E'lon ochgandan keyin bizning filmni boshqalar ko'rsa, filmning beshi o'ttirlarida va oxirlarida e'lon chiqadi. Bu e'lon shu filmni ko'rgan odamning to'rdan burunqi izdegan uchurlarga qarata farqli chiqadi. Masalan, birisi burun to'rdan mashina izdegan bo'lsa, bizning kanaldagi filmga chiqqan e'londan mashinani maqtagan e'lon chiqadi. Boshqalar kiyim-kechak izdegan bo'lsa, u odamga kiyim-kechakning e'loni chiqadi. Shunga kimga qanday e'lon chiqadiganligini bilgili bo'lmaydi. Ba'zilarga ayollar g'irim buyumlarini maqtab chiqishi mumkin. Ba'zilarga yemak-ichmakni maqtab chiqishi mumkin. Shu bizning filmning orliqidagi e'lonni tarqatish orqali YouTube shirkati bizga pul beradi. Bu pulning islomdagi hukmi qanday bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Islomga zid mazmun bo'lmagan ahvol ostida kompyuter bilimlari va boshqa islomda cheklanmagan bilimlarni tarqatish orqali YouTube'da pul tepishning islomdagi hukmi joiz va mustahab. E'lon orqali kirim qilishga kelsak, aslida YouTube'dagi e'lonlar mubah tovarlarningla e'lonlari bo'lgan bo'lsa, kirim cheklanmaydi. Biroq amaliyat shuki, odatda kanal egasi YouTube e'lonlarining mazmuniga to'liq chek qo'ya olmaydi. Aroq, qimor, o'sim, dinsizlik, yalang'ochlik va xristian tashviqoti degandek mazmunlarni o'z ichiga olgan e'lonlarni qisman suzib cheklagili bo'lsa-mu, yemak-ichmak, kiyim-kechak va hatto yanfon e'lonlaridami yuqorqidek harom mazmunlardan saqlanғаны bo'lmaydi. Onun ustiga ba'zi e'lonlarni ko'rguncha atlabmi ketolmaydi. E'lon cho'qim oxirigacha qo'yilishi kerak. Ahvol bu ekan, YouTube e'lonlaridan qilgan kirim harom yoki harom aralashgan yoki aqalli taqdirda shubhali kirim bo'ladi. Shunga bu shaklda pul tepish xiyolidan voz kechish lozim. Agar burun bilmasdan mushundaq qilib kirim qilgan bo'lsa, uni muhtojlarga berib etishi kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.